Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar. Bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan Tinchlik shaharchasidan o'zimizda molxonadan chiroyli qilib 2 dona simental buqamiz bor. Shular sizlarga tanishtiramiz. Hamma yog'ini to'liq aytamiz. Yo'qsa nima bo'lmasa, buni qaranglar, hozirdan katta sigirga sakrab qo'yaman deya. Malades. Nasıl ulug'bob bo'lar ekan o'zi. Zo'r. Ko'z tegmas. Yaxshi, toza qonli avstriyskiy simental buqalarimiz bor. Shuni sizlarga ko'rsatamiz. Yo'qsa bittadan like tugmasini bosib, kommentariyada o'z izoh fikrlaringizni bildirib, bemalol yozaverasizlar. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa yaxshi, barakasini bersin, insof sari deb yozaverasizlar. Faqat shaxsiyatga tegmagan holatda ukalar. Qo'ldan kelgancha narxini tushirib, haq-voq qilib harakat qilyapmiz, lekin o'zi ham to'g'ri tushunasizlar. Eldan qochib narx aytilgan yo'q. Atrofni so'rab, surishtirib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa mollar narxi arzon bo'lar. O'ziga yarasha bo'lar. Ammo mol bilan molda akalar farqi bo'ladi. Shag'ini ham hisobini olib qo'yinglar. Bular Rossiyadan kelgan simentallardan bas. Toza qonli avstriyskiy simental buqalar. Shu o'zimizda fermalarga bunaqa Yevropadan enalari kelgan tuqqan. Shu tuqqan bolalardan mana. Mashlar ham Yevropaniki. Avstriya mana unisi Daniya sigirimiz. Shuna sigirni bolalar. Mana. Bo'ylarni qaranglar, bo'ylari 1.30 kilosta kelsa kerak. Bemalol hozir olib 5-6 ta xunajinni ichiga tashab qo'ysalaring, kuzga indamasdan qochiraveradi. Chunki mana 1.50 sigirga sakrab bo'yi yetib qolay deyaptimi? Значит, tashab qo'ysa kuzga xunajinni bemalol qochirib, urug'bob novvos bo'laveradi mana. Holatlar o'ta idealniy zo'r. Ko'ringlar ukalar. Sifatiga gap yo'q, unaqalik bachkana bir nima bas. Indamasdan uruqqa tushadigan, tushganda ham nima deydi, suslanib turmaydi, chopadigan variantlardan mana. Rangi qizili kerak. Uruqqa tashlayman, unajini olib ichiga qo'yib yuboraman deganga mana qizili. Rangi bunaqasi kerak deganga ikkita bor. Lekin uni ham bitta joyga olib yemga boqsa ham bo'laveradi. Naslga, unajinlarga qo'shsa ham bo'laveradi. Kuzga indamasdan qochiradi. Ko'rib turibsizlar, ko'zlaringni yonida sigirimizga irg'ib jikkillab yuribdi. Sog'lig'i xudo xolasa 100% sog'lom. Hozir nasl bob narsalarni ayarlarni ko'ringlar. Sifat o'ziga yarasha chiroyli. Indamasdan kuzga unajinlaring bo'lsa qo'shib qo'yasizlar. O'zi bo'g'oz qilib chiroyli nasl bo'lib beradi. Qoni toza, yeb ichishi joyida. Shunisi o'ta chaqqon ekan, to'xtamasdan sigirlarga irg'ayapti. Ikkovini ham bo'y basti 1.30. Yoshi rosa 1 yoshga borgan novvoslar. Kelib ustida ko'rsalaring aka-ukalar, indamay qiziqtiradi odamni. Yoshi 1 yosh, bo'yi 1.30, yeb ichishi zo'r, naslga tushadi. Yemlagani ham bo'laveradi. Holati idealniy. Yeb ichishlarini ko'rib turibsizlar, oxirda yonidan ketmayapti. Yeb ichishi zakonni. Oyoq qo'li mana stakan tuyoq. Kelib qolgan kamchiliklarini, ko'rinmay qolgan joylaringni ustida ko'rib olaverasizlar. Mol unday ko'rgan odamga yoqadigan narsa. Iloji boricha unajinga qo'shgani olsalaring tavsiya qilinaveradi. Bexijolat ertaga baraka topib, yaxshilab ishlataverasizlar. O'zi xunajinlar ichida qochirib yurib, semirib
60-70 millionlik nova so'ppalar. Asosan zotda turgan mollar, shu naslchilik fermalarda turgan narsalar 1 tonna 200, 1 tonna 300 o'yapti. Yemlasangiz endi 800-900 kilodan ag'ida so'ydirib yuboryapsizlar. Iloji boricha zotga oila akalar. Narx-navosi keladigan bo'lsa, ikkovini bitta joyga olganga 65 million qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Yo'q, alohida olamiz. Menga qiziqli yoqdi, yo menga monus yoqdi deganga o'ziga qarab gaplashaveramiz. Yakkalabga akalar dastavkamiz yo'q. Ikkovini bitta joyga oylar, dastavka vodiy bo'ylab bor. Xudo xolasa ana unda ko'ring. Shu sigirni ham bo'yib indamasdan 1.45, 1.48 chiqadi. Irg'i bemalol sakiraveradi. Xonazini indamasdan qochiradi. Erta ham bitta novosimiz bor, endi o'zimiz katta sigirlarga qo'shib qo'yganmiz. Ma. Ko'ringlar akalar. Yoqqan bo'lsa, обязательно like tugmasini bosib, bizi kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab padeshga qilib turasizlar. Qo'ldan kelgancha, ahlimiz yetgancha topib, olib kelib, mana yetkazdik. Bizga ham tirikchilik aka-ukalar. Xalqdan oshiq narx qo'yganimiz yo'q. Atrofni so'rab surishtirib, ko'rib olaverasizlar narx-navosini. O'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa bundan-da keyin bundan-da yaxshi, bundan-da chiroyli mollar sizlarga olib kelib ko'rsatish nasib qilsin. Hammamiz ishimiz oldi yursin. Nima ham deymiz endi, keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz. Xudo xolasa bundan-da yaxshi videolar olib chiqishga harakat qilamiz akalar. Iloji boricha padeshga qilib turaverasizlar. Nomerlarimizni ekranga qo'yib ketamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.